Hurmatli mijozlar, hozir sizlar bilan iDo'konning kassa dasturini qanday yuklab olamiz, o'rnatamiz va unga qanaqa kirishni ko'rib o'tamiz. Buning uchun bizga brauzerga kirib olamiz va biz qidiruvga iDo'kon post.versir.tab linki bilan kirib olamiz va kirganimizdan so'ng kassa paneliga kiramiz. Kassaga kirishga kirib, shu joydan kassani yuklab olish bosib, kassani yuklab olishimiz mumkin. Ko'rayotganingizdek, bu yoqda yuklab olyapti. Agarda bizga video ko'rish qulay bo'lmasa, qo'llanmani yuklab olish bosib, qo'llanmani ham yuklab olishimiz mumkin. Deylik, mana qo'llanmamizga kirsak, qanaqa yuklab olish va qanaqa o'rnatishlar haqida ko'rsatib o'tilgan. Endi bizga hozirgi yuklab olgan kassani o'rnatamiz. Buning uchun ustiga bosamiz yoki buni faylda ochib olamiz. Faylda ochib olgandan so'ng sichqonchaning o'ng tomonini bosib, открыть tugmasini bosamiz. Va shunaqa yozuv chiqadi. Подробныйni bosib, выполнить в любом случае tugmasini bosamiz. Va bizga qalqoncha da'ni bosamiz. Установить. Va готово tugmasini. Endi bizga chiqdi. Biz kassaga kirishimiz uchun kerakli interfeys tanlaymiz. Lotiqcha, kirilcha yoki rus tilidagi interfeys tanlashimiz mumkin. Va admin tomonidan bizga yozib berilgan login va parolni terib kirishimiz kerak bo'ladi. Kassani o'zini shu joyga sichqonchaning o'ng tomonini bosib, закрепить на paneli задачga qadab qo'ysak bo'ladi. Keyin faqat mana shu joydan o'chmasdan turadi. Biz deylik, login va parolimiz esimizdan chiqib qolgan bo'lsa, admin paneldan kirib buni ko'rishimiz mumkin va buni agar siz kassir rolida bo'ladigan bo'lsangiz, do'koningizni egasi yoki adminiga murojaat qilishingizga to'g'ri keladi. Admin bu joydan kirib, bu ham brauzerga kiradi. O'zining akkauntiga kirib, o'zining akkauntiga kirib, 4-menyuga o'tadi. Mening foydalanuvchilarim bo'limidan kirib, sizning login va parolingizni ko'rib berishi mumkin. Yoki loginni o'zgartirib bo'lmaydi, parolingiz esingizdan chiqib qoladigan bo'lsa, parolingizni o'zgartirib berishi mumkin bo'ladi. Keyin o'sha login va parolingizni terib kassaga kiramiz. Va kirish tugmasini bosamiz. Biz kassamizni yuklab oldik, o'rnatdik va kassamizga kirishni ko'rib o'tdik. Endi savdoni amalga oshirishimiz mumkin.